Bektemir taraflardan uchastka qidirganlar bormidi, ukalar? Bektemir postdan 1,5 kilometr o'tganimizda Musaffo mahallasidan yangi variantlar chiqyapti. Quruvchi akalarimiz tarafdan 4 ta 5 ta mana shunaqa yangi uylardan qurib bitkazishibdi. Mana shu uylarimizni obzorini qilib beramiz. Kommunikatsiyalardan muammo yo'q. Bektemir postdan 1,5 kilometr, katta ko'cha yuzidan 300 metr mahalla ichiga kirib keldik. Darvozamizdan kirib kelamiz, hovliga ikkita mashina bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Hovlida zeleniy zonalar qoldirilgan. Hovlining past tarafida bitta hovli uchun hojatxona ham отдельно qilingan. Uy oldi tarafda mana ko'ringlar, oldiga katta panorama romlar qo'yilgan. Video ham chiroyli chiqqan. Bu tarafdan rakminalar qo'yilgan, uy oldi tarafdan podvolga ham tushsa bo'ladi. Bitta xonani tegini podvol qilishgan ekan, mana podvolga ham patologlar baland. Mashinadan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uy katyollar ham podvolda, do'xkontli katyollar qo'yilgan. Uy topli qo'lda ham radiatorda ham sivoradi. Bismillah deb uy ichini ham ko'rib chiqamiz. Uy ichiga kiradigan bo'lsak, koridor orqali xonalar o'tiladi. Chap qo'ldan boshlagan bo'lsak, birinchi kelingan xona oshxona bo'lyapti. Katta razmerda. Ustralar qilingan. Hop, oshxona yonida bitta detskiy, bolalar yotoqxonasi. Koridorga qarab romlar ochilgan ekan. Hamma xonaga mo'shi chiroyli abo'ylar yopishtirilgan. Detskiy xona ro'parasida zal. Zalda ham bemalol 15 tacha mehmon qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu tarafda bo'lsa, umumiy samo'zxona, yonida bitta spalni bo'pti, katta razmerda, kattalik mo'ljallangan. Bu yotoqxonamizdan orqa hovliga ham chiqsak bo'lar ekan. Bu xonamiz yonida yana bitta kattalik mo'ljallangan yotoqxona. Xona razmerlari ham katta ko'rasizlar. Ustralar ilingan, ko'chib kelib yashasanglar bo'ldi. Bizning orqa tarafida mana shunaqa kattagina joy tashalgan. Uylarimizdan 4 ta 5 ta qurilgan ukalar, $91,000 dan starting narx chiqyapti. Kelib qolganinglarni tanlab baraka qilsanglar bo'ladi.